Bizga bir geometrik masala berilibdi. 7-mart 1-smena kuni. Bizga demak 7-mart kuni 1-smenada demak milliy sertifikatda quyidagi savol ketdi. Ya'ni kvadrat berilgan. Ya'ni mana shu fevral mart oylarida kvadratga oid savollar ko'paydi. Ya'ni shu masalaga xullas birinchisida alfani so'rayapti, ikkinchi shartida ya'ni b'sida birinchisida fdni so'rayapti ekan, ikkinchisida alfani so'rayapti. Masalan, buni biz mana BFS qavariq to'rt burchagiga ikkita burchagi qarama-qarshi burchaklarimiz 180 graduslikdan foydalanib unga tashqi aylana chizilgan holatda masalaga oydinlik kiritsak bo'ladi. Endi bu ko'proq tarqalgani uchun bu yechim ijtimoiy tarmoqlarda biz bunga bir o'zgacharoq sal yechim qilishga qaror qabul qildik. Yechimni boshladik bo'lmasam. Mana shu yerda B ilzosi 3+1 ekan. Kelinglar Y'dan D'ga bitta chiziq tortaylik. Bu ham ilzosi 3+1 bo'ladi. Chunki Y nuqta B va D uchlaridan kvadrat bo'lgani uchun tengizorlikda yotibdi. Endi biz YS chizig'i x deydigan bo'lsak, formula mavjud, formula isbotini topgan. 1 kvadrat plus x kvadratining ilzosi 3 plus 1 kvadrati qo'shilgan ilzosi 3 plus 1 ning kvadratiga. Shu yerdan x kvadrat topadigan bo'lsak, bizda 7 plus 4 ilzosi 3 bo'ladi. Bundan x topsak, 2 plus ilzosi 3 ga tengligi kelib chiqadi. Endi x ni demak o'chirib o'rniga 2 plus ilzosi 3 qo'yib qo'yamiz. Ya'ni bu 2 plus ilzosi 3 ekan, YS chizig'i bizda. Endi mana shu AB uchburchakka e'tibor qiladigan bo'lsak, xuddi shunaqa uchburchakni tepada paydo qilamiz. Ya'ni B burchagidan bu B chiziq AB tomonga nisbatan alfa burchagi ostida chiqqan. Biz ham buni alfa burchagi ostida chiqaramiz yana. Endi bu ham alfa deydigan bo'lsak, biz bilamiz mana bu burchak 45 gradus, bu ham 45 gradus. Ikkita burchak e'tibor qilsak, bular yotgan tomon BS kvadratning tomoni A deydigan bo'lsak, bu uchburchakda AB uchburchagida ham alfa 45, AB ham A ga teng. Ya'ni ikkita burchak hamda bitta tomon tengligidan foydalanib, ya'ni BTB alomatidan foydalanib biz buni bemalol bir xil uchburchak deya olamiz. Bu nuqtani L deb qo'ydik. Masalan, A 1 bo'lsa, L ham 1 ga teng. Pastda 45 qarshisida ilzosi 3 plus 1 yotdi, tepada BLC uchburchakda ham 45 ning qarshisida ilzosi 3 plus 1 yotishi aniq. Endi bizda umumiy YS chiziq 2 plus ilzosi 3 ni endi 1 chiqarib tashladik. Bu endi 1 plus ilzosi 3 bo'lib qoldi. E'tibor berishimiz mumkinki, bu yerda BYS uchburchak muntazam uchburchak hisoblanadi. Tomonlari ilzosi 3 plus 1 dan. Ya'ni muntazam uchburchak har bir ichki burchagi bilamizki 60 gradusdan bo'ladi. 60 gradusdan. E'tiborga molik joyi mana shu joyi bizdan alfani so'raganda B bandida. Ya'ni bu yerda 60 gradus plus 2 ta alfa. Ya'ni mana joyda 90 gradusga teng. Chunki kvadrat har bir ichki burchagi 90 gradusdan. Bundan alfani topadigan bo'lsak, 15 gradusga tengligi kelib chiqadi. Ya'ni bizda B bandida alfani so'ragan edi. Alfa bizda 15 gradusga tengligi kelib chiqdi. Endi bizda birinchisida o'zi fdni so'ragan ekan. E'tibor qilamiz. Bu alfa bo'lsa, alfamiz bizda 15 chiqdi. Bu ham alfa bo'ladi, ya'ni 15 gradus bo'ladi. Yana bitta e'tibor qiladigan joyimiz, bu yer 60 bo'lsa, bu yer общий 90, bu yerga 30 qoladi. Bu yer 60 bo'lsa, bu ham jami 60 ga teng. Chunki bir xil kesmalar bu yerda YD bilan BY burchak teng bo'ladi. Bu tomonlar teng dedik, burchak ham teng bo'ladi. Aslida bilan o'zaro bir xil burchaklar hosil qiladi. Bu yerda o'zidan mana shu joyga 30 gradus qolishi bizga ma'lum. Endi bu yer jami 90 edi. Ya'ni burchak FDA. Bu yerga 75 qolishi ma'lum. O'z-o'zidan mana burchakka ham 75 qoladi. Uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi, ya'ni YFD uchburchakda har qanday uchburchak ichki burchaklarimiz 180 gradusligidan foydalansak. Kelinglar shuni ko'kda belgilaylik. Bu yerda qanaqa uchburchak paydo bo'lib qoldi? Ko'rishimiz mumkin, teng yonli uchburchak paydo bo'lib qoldi. Ya'ni YF ham ilzosida
Ildiz ostida 3 + 1 ga tengligi ma'lum. Mana uchburchakda ko'rishimiz mumkin. Kosmoslar teoremasi ko'rinib turibdi shundoq. Fdni topamiz endi bu yerda, ya'ni Fdni kvadrati yon tomonlari mavjud, yon tomonlar orasidagi burchak ham mavjud. Fdning kvadrati teng ildiz ostida 3 + 1 ning kvadrati qo'shilgan ildiz ostida 3 + 1 ning kvadrati ayrilgan ikkilangani kosmoslar teoremasini qo'llayapmiz. Yana qaytaraman. Ildiz ostida 3 + 1, ildiz ostida 3 + 1 hamda yon tomonlar orasidagi burchak ko'rishimiz mumkin 30 gradus, ya'ni kosinus 30 gradus. Xullas, bundan Fdni kvadrati teng ildiz ostida 3 + 1 kvadrati 4 + 2 ildiz ostida 3, bu ham 4 + 2 ildiz ostida 3 qo'shsak 8 + 4 ildiz ostida 3. Kosinus 30 gradus ildiz ostida 3 taqsim 2 ikkilar qisqaradi. Bu ildiz ostida 3 + 1 ning kvadrati, ya'ni bu bo'ladi 4 + 2 ildiz ostida 3. Yonida bizda mavjud ildiz ostida 3 ham. Buni hisoblasak, Fdning kvadrati teng 8 + 4 ildiz ostida 3. Ichma-ich ko'paytirib chiqadigan bo'lsak, 4 ildiz ostida 3 minus 6 bo'ladi. Bular qisqarsa, Fdning kvadrati teng 2 ga, Fd esa bizda ildiz ostida 2 ga tengligi kelib chiqadi. Mana shunaqa boshqacharoq yechim qilishga qaror qildik. Yoqqan bo'lsa, xursandmiz.